Aytdim, qari odam bar biladda kimligini. Iya. Hamma joyda xohlaysizmi, xohlamaysizmi? Albatta hammaga e'tiboringiz tushib turadi. Ana shu e'tiboringizdan o'tib qolgan odammi? Ha, jasur bo'lashadigan inson ekan. Deb mo'ljal qilib qo'yasiz. Shunaqa payt bo'lganda maza qilib surballashasiz. Xudoga shukr. Ustozlar aytishgandi, rahmatli Zaylobiddin akalar. Sen bilan bizga yaqinlashdimi bilur. Hamma yoqdan xabari bor. Shuning uchun sen bilan bizga yaqinlashadi. Chunki san'atkorlarning suhbatida bo'lsa, o'zini imtihon ham qilib oladi, keyin o'zini bir chaqlab ham oladi. Deyishardi ustozlar. Xudoga shukr. Qanijoningiz sog' bo'lsin. Salomat bo'ling iloyim. O'g'il qizlarimiz tinch bo'lsin aka, bolalarimiz tinch bo'lsin aka. Albatta. Bizni mana shu inson qilib aka, uka qilib yurganlarning Xudo hammasini salomat qilsin. Iloyim. Hammasini salomat qilsin. Bizni ko'rolmayotganlarni ham Xudo taolo chiroyli, go'zal qalblarni shirin qilib bersin. Albatta, o'zlari bilan o'zlari ovora Ovora qolsin. Mashinalar minishsin, pulni topsin. iloyim.